Hayz o'zi nima? Hayz deganda bu o'smir yoshga yetganda, misol uchun hozirgi paytda hayz yoshi yoshargan, 8 yoshdan boshlab qizlarda hayz ko'rsa norma hisoblanadi. Va hayz ko'rishi uzunligi 21 kundan 35-40 kun oralig'ida kelsa, bu norma hisoblanadi. Lekin bir gal 21 kunda, bir gal esa 35 kunda kelish bu norma emas va hayz kunini hisoblash bu hayz to'la qonli kelgan kundan boshlab hisoblanadi. Keyingi hayzi kelgan kunigacha, tugagan kunidan hisoblamaysizlar. Xo'p, hayz buzilishining sabablari juda ham ko'p. Hayzda imенно ko'p uchraydigan sabablardan biri og'riqqa. Bu 90% ayollarda bu yallig'lanish va gormonlarning buzilishi hisoblanadi. Bunaqa holatlarda avvalambor endokrinolog, ginekologga olib borish kerak, sababini topish kerak. Sababi bo'lishi mumkin qalqonsimon bez gormonlarining noto'g'ri ishlashi, gipotireoz bo'lishi mumkin. Bu holatlarda ko'pincha hayz buziladi yoki follikulalar yaxshi yorilmaydi va og'riqli hayz bo'ladi. Bundan tashqari prolaktin balon bo'lishi mumkin, insulin balon bo'lishi mumkin. Gormonlarning buzilishi bu hayzga og'riq olib kelishi mumkin. Va ikkinchisi yallig'lanish. Ya'ni albatta agar turmushga chiqqan qiz bo'lsa, jinsiy yo'llarda yo'qadigan infeksiyalarni davolash kerak. Qiz bola bo'lsa, albatta tashqi lablaridan, tashqi organlardan mazok topshirish kerak. Bundan qo'rqish kerak emas. Albatta detskiy ginekologga murojaat qilish kerak. Agar yallig'lanish ham yo'q, gormonlarni ham to'g'irladingiz, bu normaga kelmayapti. 10% qizlarda butun dunyo bo'yicha hayzi og'riqli kelishini sababi topilmagan. Bunaqa holatlarda biz simptomatический lechение qilamiz. Bu degani og'riq bo'lish norma ekan degani emas. Albatta vrachga borib, aniq sababini topib, keyin lechение qilish kerak. Buning uchun albatta defitsitlarni to'ldirish kerak va gormonlarni to'g'irlash kerak. Qizlar, sog'lig'ingizga e'tiborli bo'linglar. Konsultatsiya uchun shu raqamlarga murojaat qilinglar.